Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda MabelCAD dasturini ishlatish bo'yicha kichkinagina video darslik qilamiz. MabelCAD dasturi bu o'sha mebel uylardagi razmeriga qarab, o'lchamlarga qarab turib, mebelni tashqi ko'rinishini chiqarish, ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'ladi, u mebel qanaqa qilgan ma'qul va shunga o'xshash narsalar. Deylik, biz MabelCAD dasturiga kirib olamiz. Mana bu linkda mabelcad.uz ga kirsanglar ochiladi menyu. Bu yerdan bitta loyiha yaratib olasizlar. Mana loyiha kerak sizlarni o'chib tashlayman. Loyiha yaratib olasizlar. Qaranglar, menda import degan narsa bor. Menda juda ko'p mebellar, mana loyihalarim turibdi. Loyihani sizlar sketch'dan qilib olsanglar bo'ladi, fayl qilib, yoki shunchaki bu yerda ham saqlanib turadi. Men hozir bitta loyihani import qilib olaman, ya'ni bitta loyiha qildik. Mana endi qarayapsizlar, mana Mabel Bahodir degan bitta loyihamiz mana import bo'ldi. Bu asosiy bu loyihani hozir mazmuni bu yerda bitta xolodilnik, mana bu xolodilnik bitta shkaf, mana hozir eshiklarni ochib ko'rsak bo'ladi. Ya'ni hammasi mana shu holatda qanaqa ochib ishlarigacha turibdi. Faqat mana ikkita eshik bir-biriga eshik kirib ketayotgani bu xato emas. Bu o'sha eshikni radiusi bo'lgani uchun ozgina problemalar bor. Va mana ko'rayotganinglardek, menmi, например, qo'lga olgan narsa bo'lsin, joyi bo'lsa, qo'lga olgan narsani menmi gazli joyi. Va hokazo. Mana endi buni ichini yopamiz eshiklarni va ringing qiladigan bo'lsa ham mana ichli polkalarni biz bemalol ko'rishimiz mumkin. Endi bitta yangi loyiha yaratib, kichkinagina kompyuterning stolini yasab ko'ramiz. Birinchi bo'lib, pastki shkaf degan narsa bor. Kelinglar buni ingliz tiliga o'tkazing, men o'zimga qulay bo'lsin. Shunda kattaroq qilib olaman. Mana base kabinet bor. Bizda hozir rus tili ham bor, yeslicho. Mana oddiygina bizga bitta box qo'shib beradi. Sizlar ringini o'chirib qo'ysanglar, mana bu holatda qulayroq bo'ladi. Mana biza odatda kompyuterning stollarni hozir topamiz. Kompyuter voy kompyuter stolini yo'q. Kompyuter stoli desam, kompyuter disk default size deyman, ya'ni qanaqa o'lchamlarda bo'lishini bilib olmoqchiman. 74 sm uzunlikka ega bo'lar ekan. Mana men rasmda zo'r ko'rsatgan ekan. 74, 122, 152 atrofida bo'ladi. Kelinglar 152 ga 74 qilamiz. Bu degani buni uzunligi, ya'ni mana bu yerdan o'zbekcha qilsanglar, mana bo'yi 74 bo'ladi. Kelinglar 76 qilsak, har taraflama qilay, chunki hozir o'tirgan stolim ham 76. Keyin buni eni deylik, 50 qilsak, 55 qilsak, kelinglar, men norma qanaqaligini bilmayman-ku, 55 qilsak, men chiroyliroq ko'rinyapti. Keyin ichli polkalarni nastroyga qilamiz. Yani ustiga 2 marta bossanglar, mana bunaqa menyu ochiladi, lekin sizlar maslahatim bu yoqdan emas, mana tepasidan 2 marta bossanglar, chunki eshik qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, eshikning sozlamalariga kirib ketib qoladi. Kompyuterning stolida ko'pincha mana bu holatda bo'ladi, ya'ni ikkita polka bo'ladi va ko'pincha ikkita polka bir xil razmerda bo'ladi, lekin menga ko'proq mana bundayroq polkalar qulay tuyuladi, chunki tepaga kichkina mana 100 balobattarlar, pastiga bo'lsa kattaroq narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. O'zingizlarga qarab o'tasizlar. Men buni yaxshi ko'raman, bunaqa polka bo'lganini. Tagiga bitta eshik qo'yamiz, tepasiga bitta eshik qo'ysa bo'ladi yoki tokma qo'ysa bo'ladi. Endi bu o'zingizlarga havola. Ruchkasi bo'lsa, past shamshir qo'yadigan bo'lsa, qaranglar, mana ustidan ko'rsataman. Mana bunaqa holatda ochiladigan bo'ladi. Bu uje qaysidir ma'noda qulayroq. Buni endi ruchkasiga ham qarash. Mana ko'rdinglarmi, eshikning ustidan 2 marta bossak, bunaqa bo'lim ochiladi. Ya'ni eshikni tabaqalari, uslubi, ochilishi hozir past shamshir qo'yib turibdi. Tiqit joyini pastga qo'yamiz. O'shanda mana bu holatda bo'ladi. Ayo, to'xtaylik. Tiqich tepada bo'lishi kerak. Mana o'shanda ochilishi to'g'ri bo'ladi mana. Endi bitta taxta qo'yib olamiz. Bu taxtamizni eni mana bilan eni bir xil bo'lishi kerak mana. Chuqurligini 70 bo'lsa, tak ko'pincha 65-70 bo'lar ekan. Kelinglar 70 qilamiz mana bu uzunligini. Uzunlik bor.
Buni ham 70 qilamiz. Mana. Endi buni uzunligini 200 qilamiz. Ya'ni 2 metr bo'lgani menga juda qulay. Kompyuterning stoli. Va qaranglar, ustiga bundoq olib borganinglarda mana yaqinlashtirsanglar o'zi magnit ushlab oladi. Keyin buni mamma holatini ham mana bundoq pastlatsanglar mana magnit o'zi bundoq tekis qilib ushlab oladi mana. Endi buni enini kattalashtirish kerak. Ya'ni MDF hozir 18 mm turibdi. MDF turaversin, lekin bu 4 sm bo'lsin. Mana, ko'rdinglar? MDF 4 sm ga o'zgardi. 2 metr bo'ldi buni oralig'i. Endi mana buni xohlasak, sizlarga bitta taktika bemalol kopirovat qilishimiz mumkin. Bunda ustiga bosib turib nusxa olishimiz mumkin va nusxasini mana yo'lga bunda olib kelib qo'yishimiz mumkin. Mana bundoq qilib. Qaysidir ma'noda bizning shkafimiz bitdi. Lekin ko'pincha kompyuter stollarida bir yoq tarafi oddiy taxta bo'ladi. Mana bu taxtani 90 gradusga aylantirilgan holatida bo'ladi. Menimcha urishda ozgina muammo bo'ldi. Mana bu holatda bo'ladi ko'pincha. Buni ham endi agar biz 70 qiladigan bo'lsa, mana bizani qaysidir ma'noda stolimiz tayyor. Buni 10 sm qilamizda, mana bu holatda bo'ladi ko'pincha. Mana yo'ldan ikkita qotiriladi. Juda ko'p holatda kompyuterning stoli shunaqa bo'ladi yoki bular joyi almashgan bo'ladi. Mana ko'rayotganinglardek bizani stolimiz tayyor va agar mana yoqmayotgan bo'lsa razmeri, pastga bittasini tanlab pastga tutsanglar mana bo'yi degan joyi bor. Tepada ham xuddi shunaqa mana bo'yi degan joyi turibdi. Endi mana buni bundoq kattalashtirib qaraydigan bo'lsa, 36.2 bo'ldi, bu 34 bo'ldi. Buni sal kichkinlashtirsa, xullas, tenglashtirish uchun eng yaxshi yo'li birlashtirib o'rasizlarda, qaytadan bitta bo'lasizlar, bo'ldi. Mana o'zi avtomatik birlashib oladi. Ikkalasini mana qaranglar. Bittasini tanlasanglar, eshik chiqyapti. Shiftni bosib turib bittasini tanlasanglar, o'sha ikkita tanlanyapti-da. Bu yoqda mana tanlangan bo'limlarga bitta eshik turibdi. Shuni ustiga bosadigan bo'lsanglar, sizlarda mana bu holat paydo bo'ladi va buni eshigini ochadigan bo'lsanglar, ikkita polka bo'ladi. Ya'ni bizada ikkita polkaga bitta eshik qo'yib olsa, nima bo'lar ekan? Bo'ladi ekan. Bizani eshigimizning sozlamalarida uni rangini sozlasa bo'ladi. Tirqich, mana tutqich, chuqurligi, o'rnatish, burilishlari, plus bizada hamma narsani sozlasa bo'ladi, faqat bitta aylanib chiqish kerak, to'liq. Endi biza bo'sh panellardan qanaqadir shkaf yasashni ko'rib chiqamiz. Bo'sh mebel degan narsa bor bizada. Bitta bossak mana hech narsa yo'q. Hozir men ko'rsam, mana bo'sh mebel bitta qo'shildi, lekin bu yoqda hech narsa yo'q. Bu nima desa, qaranglar, tikka panel qo'shish va yotgan panel qo'shish degan narsa turibdi. Bitta yotgan panel qo'shsak, bizada mana bu holat paydo bo'ladi. Mana endi bizada yotgan bitta panel bor. Mana. Endi yana bitta tikka panel qo'shsak, mana bu holat bo'ladi bizada. Va qaranglar, bitta mebel tanlasam, bular birga yuribdi. Biza mana bu yoqdan ikkinchi panelni tanlasak, mana buni o'zi yuradigan bo'ladi. Mana hozir men arrow tugmalar bilan, ya'ni klaviaturadagi tugmalar bilan mana bunaqa holatga olib kelishim mumkin. Mana bundoq qilib yoki bundoq qilishim mumkin mana. Ko'ryapsizlar? Ya'ni bu full customizationni bizga nima qilar ekan? Beradi ekan. Hozir qaytadan bundoq qiling. 3 ta panel bo'lib ketdi. Bittasini olib tashlasam, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Mana tanlaymiz va 9 mm dan tepaga pastga chap o'ngga qilamiz. Endi biz nima qilamiz? Biz ham panel olib tashlaymiz. Endi bitta tikka panel qo'shamiz. Buni deylik, o'zi to'g'ri turgan edi. Qaranglar. Mana bu bizda bitta xato bo'ldi. Ya'ni mana buni tek hisob kelsak, ko'ryapsizlar, ustiga tushmayapti. Qo'yib yuboradigan bo'lsak, o'zi tortib oladi ustiga. Ya'ni bizda magnit degan narsa bor. Inshaalloh bu o'zini o'zi tortib olib, ancha qulaylik beradi. Endi mana bu tikka panelni o'lchami hozir bizda bo'yi 30 ekan. Bo'yini 70 qilaylik. Mana L shakli bo'ldi. Endi yana bitta tikka panel qo'shamiz. U ham mana shu holatda bo'lursin. Tepaga olib qo'ysa, mana. Ikkalasi ham bunaqa holatda bo'ldi. Endi bitta yotgan panel qo'shib, uni tepaga olib chiqib qo'ysa, mana bu holat bo'ladi bizda. Agar xohlasanglar, buni bundoq pastroq qilib qo'ysanglar ham, mana bu holatda bitta polka bizda bor edi. Faqat biz mana buni ustiga qo'yganimiz hisobiga ikkalasi hozir 1.8 sm dan mana
ikkita 1.8 mana 1.8 plus 1.8 bizada nima qilib tashadi? 1.8 plus 1.8 nechi bo'lar ekan? 3.6 bo'lar ekan. Endi mana buni biza 3.6 santimetrga kamaytirishimiz kerak. 3.6 bo'lsa 56.4 bo'ladi mana. 56.4. Endi buni bundoq qilib mana bu holatda qo'ysa bo'ladi mana. Ichiga polka hisobida bo'ldi bu. Endi biza mana buni tanlasak, mana 4 ta panel bo'ldi. Mana 4 xil panel. Buni ustiga 2 marta bossak, tepasi bo'sh, chunki biza buni tepasiga narsa qo'ymadik, lekin pastida kvadrat paydo bo'lgani uchun biza pastini tanlab turib, eshik qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Mana. Endi buni bundoq ochadigan bo'lsa, bizda bu tayyor. Endi orqasiga narsa qo'yishimiz kerak. Uning uchun tanlaymiz bitta tegan bitta tikka panel qo'yamiz. Например, yotgan tikka farqi yo'q. Mana bu panel. Endi buni biza 90 gradus aylantirib olishimiz kerak mana bu narsa orqali. Mana yashil orqali mana. Ko'rdinglar? Endi biza joylashuv qilamiz va buni mana bu olib kelamiz. Mana tashqariga chiqdi. Bundoq yorroq olib kelamiz. Endi buni mana bu uzunlikka to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni bu necha edi? Joylashuv bo'lib qoldi. Birinchi panelda tanlaydigan bo'lsak, bu bizada 60 sm ekan. Pastgini ham enini, chuqurligini 60 qilib qo'ysa, bizada mana bu holat bo'ladi. Keyin buni men o'zim yasab o'tiribman, to'g'ri qildim. Mana. Ko'rdinglar? Bizada orqa tayyor. Endi orqasi o'zi ko'pincha mebellarda bunaqa katta bo'lmaydi. Bo'ladigan bo'lsa, material qani edi? Mana material HDF degan narsa bo'ladi orqasi ko'pincha mana. Endi buni prosta joylashuvini bundoq qilib chaproq surib qo'ysa, bundoq qolsa mana yopishib oladi o'zi avtomatik. Ko'rdinglar? Buni bo'yini ham to'g'rilash mumkin. Например, mana buni ustiga 2 marta bossa, mana bu necha ekan? 556 ekan. Buni kateni ichi. Orqadigini tanlaymiz 5-chini va buni bo'yini etamiz 56 qilamiz. O'shanda bu faqat shuni o'zini egallaydi mana. O'sha millimetr ozgina farq bo'ldi. O'shani kamaytirib to'g'rilab olsa, mana. Xudo xolasa bizani kichkinagina mebelchamiz tayyor. Buni eshigini yopib turib, rengini qilib ko'rishimiz mumkin. Va hokazo. Mana qo'lni ko'rsatadi, rengini yopamiz va eng yaxshi ko'radigan funksiya ham bor. Bizda yoyish degan bitta narsa bor mana. Bu mebelni qatdan qanaqa degan savollariga javob beradi. Ya'ni qanaqa qatdan mana mebelga qaraydigan bo'lsa, biz ko'ramiz. Mana pasti, tepasi, yana bitta tepa, ya'ni mana bu shkop alohida kelyapti, mana bu bilan emas. Keyin bo'ldi, qanaqa tushuntirish mumkin yani? Mana bu narsa qolib ketibdi. Bizda odamcha bor. Mana buni yoyishni o'chiramiz. Odamchaga ustiga bosadigan bo'lsak, mana 180 odam mana bu mebel yonida qanaqa turishini ko'rsatib beradi. Например, mana bo'yim 1.65. Qisqa mana bo'yimda bu mebel mana bunaqa ko'rinar ekan mana. Atrofida bemalol men aylanib ko'ra olaman. Mana mebel ham mana bo'yimda mana bunaqa ko'rinar ekan mana. Kichkinagina shkopcha bo'lib ko'rinadi. Va odamchani o'chirib yana yasashda davom etsak bo'ladi. F harfini bosib default joyiga qaytib o'tsa bo'ladi. Masalan, bizda bunda uzoqlashib ketgan bo'lsa, ya'ni mana qaroq bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni sozlash noqulay bo'lib ketadi. Mana ko'rdinglar, o'sha uzoqlashib g'alati bo'lib qoldi. F harfini bossak, kamera o'z joyiga qaytadi. Xullas, do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Men tushuntirib berishga harakat qildim. Aytmoqchi. Qaranglar, mana bu yerda ham bo'limlar bor. Bizda eshik bor. Bu furnitura. Men mebelchilik uncha tushunmaganim uchun buni ayta olmayman, lekin bu menimcha ishlatilgan narsalar haqida ma'lumot. Keyin materiallar, bu yoqda mana default materiallar bor, o'z materialingizni yaratishingiz mumkin, eni bilan, rangi bilan. Keyin u materialni o'sha ketma-ket ishlatib keta olasiz. Keyin bizda default narsalar bor. Например, mana ofis uchun ish stoli qilsanglar, mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Bu narsa tortma, mana. Tortma ochilmaydi, prosta tortmaligini bildirish uchun tortma deb yozib qo'yganman. Keyin bizda plus bor. Bu plus osma shkaf, tumba, balobatlarlar, taxta bilan pastki shkaf eng ko'p ishlatiladigan narsa. Bo'sh mebel bo'lsa, bu siz kim o'zingizlarni ideyalar bilan qilayotganingizda ishlatiladi. Ya'ni ko'p ishlatmasanglar ham
Bosh Mabel degan tugma o'zinglarni o'sha proyektilada silishkim noodatiy narsa yasayotgan bo'lsanglar, tipa mana bunaqa narsalar bo'lsa ishlatiladi. Ya'ni mana tepasidan ortuvchi ozgina taxta chiqib turadigan joylar bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda ishlatiladi. Keyin bizada o'sha uy bor. Bu loyihani ichidagi narsalar. Mana hozir uzoqroqdan qaraymiz. Buni bossam uzoqlashadi. Birinchisi mana bu ekan. Ikkinchisi tepa ekan. Uchinchisi bir taraf ekan. To'rtinchisi bo'lsa mana yasaganimiz ekan. Ya'ni bu narsa o'sha yasagan narsalarimizni tanlab bemalol ishlatishimizga yordam beradi. Ya'ni joylashuvlarni o'zgartirishi mumkin va hokazo. Keyin bu yerda mana nom berib qo'yasizlar. Masalan, kompyuter stoli dedim. Mana saqlanib bo'ldi. Pastga qarasanglar mana saqlangan turibdi. Server onlayn. Chiqadigan bo'lsanglar kompyuter stoli turibdi. Bemalol kirishinglar mumkin va yana qaytadan davom etasizlar. To'liq hisobot degan joy bor bu yerda. Keyin export bor. Export ichida maxsus PDF export bor, ko'p ishlatiladi va barcha uchli ko'rinishlarni eksport qilish bor. Bu ham ko'p ishlatiladi. Ustiga bossanglar mana bunaqa holatda sizlarga eksport qilib beradi. Uzoqdan rasmlarini. Sizlar keyin bemalol buni bundoq ko'tarib turib, Telegramdan ham kimdirlarga tashab, o'sha mijozlarga tashsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, bemalol proyektga kirib, o'zingizlarning ideyalarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi.